Assalomu alaykum, omoqlarim, tatliqlarim. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Men sizlarga bugun bo'ri keldi nomli cho'chakdan birini ep keldim. Burungi zamonda bir bola bo'lgan ekan. U har kuni tog'da poda boqar ekan. Tog'da uning bilan gap qiladigan, uning bilan o'ynaydigan odam bo'lmag'achqa, u intayin zerikadi ekan. Bir kuni u boshqalarni qo'rqitish niyatida yo'g'on toshning ustiga chiqib, "Bo'ri keldi! Bo'ri keldi!" deb to'ziga varqirabdi. Tog' bag'rida yer terayotgan, o'tin kesayotgan kishilar uning ovozini anglab, qilayotgan ishlarini tashlab, qo'llariga go'rjak, apkashlarini ilib, bo'rini yo'qotish uchun tog'ga chiqibdi. Kishilar toqqa chiqib, qarag'udek bo'lsa, qo'ylar bir obdan o'tlab yurgudek. Nada u bo'ri bo'lsin? Ko'pchilik podichi bo'ladi. "Bo'ri qani?" deb so'ragan ekan. Podichi bola qaqoqlab kulib ketib, "Men sizlarga cho'q-cho'q qilib qo'ydim" debdi. Ko'pchilikning ochiqqa kelib, "Nima uchun yolg'on so'zlaysan?" deb uni ayblabdi va tog'dan tushib o'z ishlarini davom qilishibdi. Bir necha kun o'tgandan keyin ko'pchilik toza jiddiy ishlayotganda tog' tarafdan yana varqirgan ovoz anglanibdi. "Bo'ri keldi! Bo'ri keldi!" Ko'pchilik qilayotgan ishlarini tashlab, qo'liga soyvonlarni ilib, bo'rini yo'qotgili otlanibdi. Ko'pchilik tog'da bo'rini uchratmabdi. Faqat podichi bolaning kulib telqib qolganligini ko'ribdi. Aslida bo'ri kelmagan ekan. Podichi bola kulib turib, "Ohoy, nima degan qiziqarli qish-a? Shuncha ko'p odam mening oldam xaltamga tushdi. Ha 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 ha" deb kulib ketibdi. Ko'pchilikning qattiq ochiq kelib, uningga "Oldin qatim songa yolg'on aytmaslik to'g'risida tarbiya bersak, yana nima ishqa oldaysan?" debdi. Bir necha kun o'tgandan keyin tog' tarafdan "Bo'ri keldi! Bo'ri keldi!" degan ovoz yana anglanibdi. "Quloq selinglar, birsi bo'ri keldi deb varqirayotdi" debdi ko'pchilik orasidan biraylar. Ular zan qo'yib anglab, podichini bolaning ovozi ekanligini tanibdi. Ular, "Uning bilan korimiz bo'lmasin. U bizni uda 2 qatim oldi. Bu qatim u cho'qim yolg'on aytibdi" deyishibdi. Nima degan qo'rqinchli? Bu qatim rostla bo'ri kelibdi. Bo'ri tishlarini hingaytib, podichi bolaning podlarini va podichi bolani tishlab zaxmlantiribdi. Podichi bola qo'rqqan edi. "Bo'ri keldi! Bo'ri keldi! Bo'ri rostla keldi!" deb varqirashga boshlabdi. Ko'pchilik 2 qatim oldam xaltasiga tushgachga uning gapiga ishonmay, uning varqirganini anglamaslikqa silib, o'z ishini qilaveribdi. Podichi bola jinining boricha yugurib, tog'dan dumlab tushib olib, bo'rini qutulib qolgan bo'lsa-mu, ammo uning qo'ylarini bo'ri tutma qilib ketibdi. Podichi bola shuningdan e'tiboran yolg'on gap qilmaydigan, rost gap qiladigan yaxshi bola bo'libdi. Kichik do'stlar, cho'chkimiz mushada oxirlashdi. Allohga omonat.